Diqqat aholiga shoshilinch xabar. O'zgidromet O'zbekiston fuqarolarini ogohlantirdi. O'zbekistonda hafta davomida qaysi hududlarda sovuq bo'lib, qor yog'ishi e'lon qilindi. Fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zgidromet xabariga ko'ra 23 va 24 dekabr kuni respublika bo'ylab yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqatgina Toshkent viloyati va Farg'ona vodiysi viloyatlarida 23 dekabr kuni kechasi va ertalab ba'zi joylarda biroz qor yog'ishi mumkin. 25 va 26 dekabrda Qoraqalpog'iston Respublikasida va Xorazm viloyatida vaqti bilan asosan qor ko'rinishdagi yog'ingarchilik kuzatiladi. 26 dekabr kuni Toshkent viloyatining ba'zi joylarida yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ushbu kunlarda respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechalari 3 daraja sovuq, kunduz kunlari 0,5 daraja iliq bo'ladi. 26 dekabrdan boshlab harorat kechalari va kunduzlari ko'tariladi. Kunduzgi harorat 2-7 darajani tashkil qiladi. Tog'li hududlarning ba'zi joylarida qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan. 22dan boshlab 25 dekabrgacha poytaxtimiz Toshkentda yog'ingarchilikli ob-havo bo'lmaydi. Faqatgina 23 dekabr kuni kechasi biroz qor yog'ish ehtimoli bor. Yo'llarda muzlamalar yuzaga keladi. Harorat kechasi 1 daraja sovuq, kunduzi 2-4 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.